Assalomu alaykum. Xayrli kech hammaga. Yana bizlar efirdamiz. Hamma sog' salomatmi? Motivatsiya berib qo'yamiz. Ko'p bo'lmasa-da, ozroq. Yana yoshlarimizga, kattalarga kelsak, kattalarga уже kech. Yoshlarimizga, yoshlar, chet ellarga kelayotgan bolalar, hunar o'rganingizlar. Hunar. Tilni o'rganingizlar. Oldin tilni, keyin yurish boshlangizlar. Hunar bo'lmasa, til bo'lmasa qiyin. Qayerda bo'lmasin qiyin. Keyin yoshlarimiz TikTok, Instagram, qayerlardan pul ishlash yo'lini, bunday narsalarni xayoldan chiqarish kerak. Mehnatdan, hamma narsa mehnatdan bo'ladi. Ishlamasa hech narsa bo'lmaydi. Har doim ishlash kerak. Harakatda bo'lishimiz kerak. Bilmagan narsani bilishga harakat qilishimiz kerak. O'shanda zo'r bo'lamiz. Hozir ko'ringizlar, qayerga kirmang, boshqa narsani ko'rmang, oson narsalarni ko'rasizlar. Oson narsalarga berilib hamma nimalar bo'lib ketyapti. Bunday narsalarga ishonmangizlar. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, internetdagi narsalarga ishonmangizlar. Bu narsalar odamlarni o'rgatib, zaiflashtirib boryapti. Naborot aqllimiz. Aqlni ishlatish kerak. Hammaga omad faqat ishlash kerak. Ishlamasa hech kim bir narsa bo'lmaydi. Unutmangizlar. Oson narsa hech qayerda yo'q.